Akalar, hammaga assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana yangi hafta chiqdi akalar, lekin unaqa zo'rmas. Nimadan boshlaymiz endi? Oddiy narsadan boshlaymiz akalar. Nastrin o'ldi. Nimaga desanglar, qaranglar, jetonni 10 ta. Yangi jeton chiqarishibdi, 3-jeton. O'zi 117 ta o'yin chiqargan, kamiga jetonni ham yo'q qilib qo'ygan. Nimalar, jeton eskida qolib ketibdi. U eski 116 o'yinchilar ham kimga keragi bor? Buni ham kimga keragi bor? Endi ko'rsatgim ham kelmayapti to'g'risi. Tем более hech kimda bab jeton yo'q. Qizig'i yo'q. Menga qizig'i yo'q. Shunaqa akalar, asab o'ldi yana. Bu keladigan bo'lsak, bu yerda bitta yaxshi o'yinchilar kelgan, lekin sal qimmatroqmi deyman. Bir ko'ringlarchi. Alise zo'r. Bavariya bilan PSJda o'yinni ko'rganlar maza qilib, lekin 3 ta pozitsiyada o'ynar ekan akalar. Sapda ham zo'r turar ekan. Sapda skorost qaranglar, sapga qo'ysanglar zo'r bo'ladi, lekin slishkam qimmat akalar. Rostdan. Buni o'rniga best olsalar ham bo'laveradi. Xuddi shu почти bir xil ikkalasi. Buni prosta oyog'i ikkita, oyog'i tepada. Zeraberto, men olaman shuni. O'ta charchamaydi ham, 3 ta pozitsiyada o'ynaydi. LP, LV, nima, Winger. Chap Winger. Olaman shuni, вообще zo'r. Best hamma biladi. Ronaldo talantlarni kamaytirib qo'yishibdi. Skorost, udar, dribling normalniy. Talant kam qilib qo'yishibdi. O'vinni ham pastroq qilib qo'yibdi. Tushib qolsa, olib o'ynatsanglar bo'ladi. Normalniy. Keyin Hollandlardan ko'ra ancha yaxshi. Lekin talantni kamaytirib qo'yibdi. Trener rejimida unchalik kuchli bo'lmaydi endi. Eskisi kuchliroq mendagisi. Bu yurgan ko'ylar bu unchalik yaxshi emas. Maslahat bermayman. Tushib qolsa, kerak bo'lsa qo'ysanglar bo'ladi. DS menejer rejimida unchalik yaxshi emas, lekin adin-adinda zo'r lekin. Skorost, dribling, udar o'rtacha, skorost, dribling zo'r вообще. Kimmich menga tushdi akalar. Videoda udal ko'ribman qo'qqisdan. Saqlanib qilmabman. 10 ta ochildim tushdi menga Kimmichda. Maslahat beraman, talantlari juda ko'p. Lekin aporkaga sal slabiyroq, zashitada sekinroq. O'ynatsa bo'ladi, eplasa bo'ladi. Semenyo o'tgan hafta aytganman, zo'r. Tak, Rakitskiy akalar tushib qolsa o'ynatsanglar bo'ladi. 3 ta pozitsiyada o'ynaydi bu ham. Lekin 117 larda kamroq olganinglar yaxshi, chunki over ko'tarilmaydi akalar. Shu qolib ketasizlar. Iloji boricha 19-20 olish kerak. Даже 18 ham maslahat bermayman. Endi iloji yo'q olyapmiz. Men o'zim oldim. Tak. Di Mariya bu ham shu talantlari ko'p bo'lgan bilan menejer modda yaxshi o'ynay olmaydi. Skorost, dribling yaxshi. O'ynatsanglar bo'ladi, lekin normal. Mana xatini ham ayta olmayman. Baumgartner. Bilmayman kimga kerak. Oyog'i uchlik, lekin 3 ta pozitsiyada o'ynar ekan. Maslahat bermayman, olmanglar akalar. Yaxshi emas. Tushib qolsa ham kerak emas. Karl xuddi shu ahvol. Skorost zo'r, dribling zo'r. Lekin oyoq uch. Hech kimga keragi yo'q. Fizika ham вообще slabiy. Schlotterberg zashtasi yo'qlarga maslahat beraman. Skorost lekin pastroq. Lekin оборона fizpodготовка yaxshi. Qolgan narsalari past. Yo'qlarga atak kerak emas. Aka Varatar uni maslahat beraman akalar. Bo'yi ham o'zim 1.95, Danarum 1.96. Danarumadan kuchli ekan. Qo'ysanglar bo'ladi. O'zim ham qo'yib olardim, lekin 18-19 shuni qo'yay deyapman. Yana kim bor? Aynan Timber o'tgan haftaning o'yinchisi ekan. Hozir tak mana Timber. Akalar 3 ta pozitsiyada o'ynar ekan.
Chap tarafda ham, o'ng tarafda ham, sentrda ham. Akalar shuni olib maslahat beraman. Sentrga qo'ysalar skorisi ham zo'r, lekin bo'yi past, qiynalasizlar. Chekkalarda o'ynagani yaxshi. 2,5 ming so'mlik. Hisob просто для прикол. Shunaqa akalar. Bu haftani o'yinchilari shular. Lekin o'ylaysiz слишком qimmat 53 ming вообще yo'q. Bilmadim endi. Donat qiladigan bolalar olsa bo'ladi. Даже men ham ozroq donat qilganim bilan olgim kelmayapti to'g'risini aytsam. Lekin Zerabertni olamiz, 3 ta pozitsiyada o'ynaydi. Masalan, menga yoqadi. Oyog'i bitta oyog'i shu chap tarafda o'ynaydi-yu, o'ng oyog'i рабочий bo'lishi kerak. Bunda наоборот chap oyog'i рабочий, shu oyog'i kasharroq tur. Lekin normalniy tepsa bo'ladi. Udari slabiyligi uchun ham udari slabiy, ham не то oyog'i bilan tepgani uchun sal qashaq qilib qo'yadi, lekin 3 ta pozitsiyada o'ynaydi. Shu taraflari yaxshi akalar. Sizlarda nima bo'lyapti? Bir yaxshi o'yinchilar tushyapti, yozinglar. Mana uni menga Kimmix videosini qilolmadim. Nutq qildim, saqlanib qolmabman, uchib ketib qoldi. 10 tada tushib qoldi. Shu ikkalasiga endi. Shu ikkalasini sostavga qo'yib 125 qilaman endi. Overni ko'tarmasam bo'lmaydi. Trener rejimida 25-26 lar tushib уже вообще jonga tegdi. Ko'tarish qiyin bo'lyapti. Mana bu nima? Bundesliga chiqibdi endi. Bundesliga shu oson ekan, shu 3 tani o'tib qo'yasizlar ekan, reklama ko'rasizlar ekan. Mana qilib beryapti. 450 tam, 350 tam, 350 ta beryapti kuniga. Yana nima? Tak. Ha, mana основnoyda mana akalar. Sizlarda ham mana jeton ko'payib ketdimi? 33 ta bo'ldi. Bitta brachkada 50 ta ekan. Buni ham anaqa nima chiqib qolishi mumkin ekan. Nima deydi? Обмен. Пока просто mish-mishlar bilmadim yana chiqarmi chiqmaydim. Keyin. Maydon kelib birisi tushiryapsizlarmi akalar? Bir haftada bir marta o'yin tushirsa bo'lar ekan. Menga sabaslar tushdi oxirgi haftaning oxirgi kuni kecha sabaslar tushirdim. Draftdan ham tushdi sabaslar, betdan ham tushib qolgan onasini ham. Emblema qachati bo'lyapti, lekin yaxshilik ketyapti. Ozgina donat qilish kerak bo'lyapti. Haftaning oxirida qilaman deb turibman. Ko'ramiz u. Meni ham o'ynash testdan chiqarmanglar. 5 mingta olmos kerak bo'lib qoladi hammaga. Tak, endi bu g'ovurga qachga beramizmi? Beramiz. Roberto Gvardiol o'tkazib qo'yaveray, keyin qachga qilib beraman Gvardiol. Trenerni nima qilamiz? Trenovka qidirib beraman keyin. Tak. Hozir qaniydi nima? Ha, mana bu yerda bor. Roberto 3 ta pozitsiyada o'ynaydi, masalan. Tem bo'la 19. 20 bo'lmasa ham 19 overni ko'taradi. Maksimalniga. Tak. Beramizmi? Ko'pchilikda nima yo'q. Trenovka jetonlari. Trenovka deyman buni. Over ko'taradigan. Nima deb qo'yasiz? Sinachib qol. Bilmadim, menda yaxshilar skautdan o'ynaganim yo'q. Ko'p menda. Menga lekin kuniga 30 tadan tushib turadi. 30 tadan tushib turadi shuning uchun. Ya'ni 10 kunda 300. Juda ko'p emas, lekin menda normalniy yetyapti, пока что. Akalarni LP, LZ, LV. 3 ta pozitsiya. Zo'rmi zo'r. Maslahat beraman lekin. Chekanni bakashga qilib oldik. Endi shu bitta o'ng tarafga ham o'yinchi olishim kerak. Shu Di Mariyani olsammi? Semenyoni olaman, Semenyoni. Keyinroq.
Endi Kimmich buniyam kaçga beramiz. Aporniyda talantlari ko'p, u o'ynaydi-yu, sal slabiyroq o'ynab berdi. Menejer modda zo'r o'ynasa kerak, lekin Ravniyda sal slabiylik qilib berdi. Bo'yi pastroq, slabiyroq. Lekin skorasi yaxshi, yetib oladi хотя бы. O'ng tarafga вообще skorasi kamlik qilib berdi. O'ng tarafga juda tez o'yinchilar kerak. O'rtacha o'yinchi. Yo'q paytda o'ynab tursalar bo'ladi, keyin almashtirib yuborasizlar. Men ham vaqtinchalik olyapman. O'ng tarafda o'ynab turaman. Shu over ko'targani 25 bo'lib qoladi hozir. 25 bo'ldi ham уже. Shunaqa. Hozir to'pda o'ynataman, nima qilib turaveradi, Carvajal o'ynayveradi. Ikkita sopnik bilan shu narsa qilib turamiz. Yo bo'lmasa bitta to'pga buni qo'yib turib, Rodrida tepa qilib o'ynataman, ko'ramiz. Shu taktika ham yaxshi ekan. Trener moddan. Shu tak. Yana kim o'tgan haftagilar bilan 70 ta draft nima ochdim. Draft 70 ta ochdim. Dakans ochib qo'ygan men. Balat. Tushmadi boru. Sizlarga qanaqa tushyapti? Hech kimga bermayaptimi deyman. 70-da короче, oxirida videoda ham qo'yib qo'yaman. 70-da yana keyin nima tushdi-da. Mana video hozir. Kim tushdi ya? Shunga ishlamayapti. Balat. Ana ochyapman. Защитник bor, Arsenalda защитнigi. Gabriel bilan. O'zimda bor edi, almashtirdim jetonga. Yana shu tushib turibdi-yu. Semenyo tushmaydim хотя бы o'ynatardim. Короче, ko'tiga kirdi, keyin Sabazlay tushdi. Sabazlaydan nariyadan tushirib oldim. Bu ham повторкада. Ya'ni bu yerdan bir tushirdi, nariyadan tushirdi, повторка bo'lib qoldi. Yangi o'yinchi yo'q. Sostavni 26 qilish ham qiyin bo'ladi shekilli.